Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ildiz kitoblari podkastining navbatdagi soni. Bu safargi mehmonimiz ustozimiz Shavkat Hasan. Ustoz, assalomu alaykum. Rahmat suhbatga rozi bo'lganingizga. Alaykum assalom. Xursand bo'ldim chaqirganingizdan. Rahmat. O'zi ancha avval rejalagandik. Nasib qilgan kuni shu kunga ekan. Hozir o'zi eng boshida bizni doimiy shablon deb qo'yamiz. Shunaqa savolimiz bor. Buni ko'proq YouTube'da izohlarda kuzatuvchilar so'raydi birinchi sondan beri. Bundan buyog'iga kim bilan boshlasak, shu savoldan birinchi boshlaymiz. Ayni kunda o'qiyotgan kitobingiz, shu qiziq ekan kuzatuvchilarga. O'qiyotgan kitobingiz va nimaga aynan shuni tanlaganingizni aytib bersangiz. Hozirgi kunda o'qiyotgan kitobim G'iyosiddin Yusuf do'stimizni Asal oya emas, asal hayot. U chiqqaniga ancha bo'lgan o'z aslida. Lekin men qo'limga yaqinda kelib tushdi. Bizni o'zi mavzuyimiz bo'lganligi uchun oila masalalari. Menimcha yaxshi ma'lumotlar topa olaman deb o'yladim-da va haqiqatan juda ham yengil o'qilishlikka ham va erkaklarga ham, ayollarga ham va umumiy maslahatlar, tavsiyalar bo'lganligi uchun hozir shuni kitobni o'qiyman. Lekin undan oldin turmush qurishdan avval degan kitobni bir 2 kun, 3 kun oldin tugatdim. Buni ham tavsiya qilgan bo'lardim hammaga. Bu ham oila mavzusi. Bugungi kunda ajrashishlar juda ham ko'p va tirik yetimlarni ko'rib biz ba'zan xafa bo'lib ketamizda va biz aytayotgan narsalar bu muammoga tushib bo'lgan insonlarni yechim masalasi deydigan bo'lsak, lekin bu kitobni o'qigan insonlar, ya'ni turmush qurishdan avval kitobini o'qiydigan bo'lsa, u yerda bu muammoga tushmaslik yo'llari o'rgatilganda, ya'ni turmushdan oldin masalan uchrashuvga chiqqan paytda yigit qizlardan nimalarni so'rash kerak yoki bo'lmasam kelin bo'lajak kuyovdan nimalarni so'rashlik kerak, qanday qilib bu yaxshi turmush o'rtoqmi yo'qmi shu narsalarni bilib olsa bo'ladi-da. Umumiy ma'noda shunaqa tavsiya qilaman. Shu muammoga tushish haqida keyinroq to'xtalamiz ustoz. Bu haqida alohida so'rashgan, Ildiz jamoasi so'ragan. Lekin undan oldin yana bir savol so'rashganda, odatda bugun shunaqa siz bilan suhbat bo'lishni aytganimdan keyin ko'proq jamoadagilar savol berishdi, chunki ko'p do'konga kelishingizni ham aytishdi. O'zim ham bilaman, ko'proq farzandlaringizga kitob sotib olasiz, ya'ni o'qitish bo'yicha. Qanday buni yo'lga qo'yib olgansiz? Ya'ni farzandlaringizga doimiy kitob o'qitishga ularga motivatsiya qanday topib bera olasiz? Masalan, do'konga kelishar-ekanda ota-onalar eng ko'p bolalar adabiyotini sotib oladiganlar aytar ekan, shu farzandim kitob o'qimayapti. Bu endi doimiy savol bo'lishi mumkin, lekin masalan o'zingizda amalda ko'rsatganingiz uchun sizning javobingiz qiziqroq ekan. Shu farzandga kitob o'qitishda qanday doimiy yo'lga qo'yib olgansiz? Mani mehnatim bu yerda juda ham kam deb o'ylayman, to'g'risi. Farzandlarim chunki oxirgi 2 yilda kitob o'qishni muntazam yo'lga qo'yishdi va yaxshi natijalarga erishyapti deb o'ylayman va buni asosiy sababchilari Rahimov School jamoasi deb o'ylayman va ularga kattakon rahmat ham aytib qo'yaman. Xo'p, coin tizimi, ya'ni gamifikatsiya deb aytadi. Najot ta'limda bu narsa bor edi, bilasiz. Har bitta o'qilgan kitob uchun rag'batlantirish, ya'ni coin beriladi. Ya'ni xayoldagi nima elektron tangalar. U yig'ib boradida va bir chorakda bir marta auksion o'tkaziladi va auksionda juda yaxshi sovg'alar, hadyalar qo'yiladi. Planshet qo'yiladi yoki bo'lmasam yaxshi velosipedlar qo'yilishadi yoki bo'lmasam notebooklar qo'yiladi, ya'ni yaxshi qiymatli sovg'alar. Endi uni yutib olishligi uchun tabiiyki yigitlar boshqalarga qaraganda, o'quvchilar boshqalarga qaraganda ko'proq coin yig'ishlik kerak. Va bu mana ayniqsa katta qizimda juda katta ta'sir qildi. Bir oyda masalan 10 tadan ko'proq kitoblar o'qigan paytlari bo'ldi. 300 bet, 400 bet, 400 dan ziyod kitoblarni o'qish boshlandi. Va o'shanga yarasha coinlarni yig'ildi va auksionlar masalan yaxshi ishtirok etdi deb o'ylayman. Va bizni ishtirokimiz emas. Bunga ko'proq Rahimov School jamoasi ko'proq ta'sir o'tkazdi deb o'ylayman va ularga yana bir marta rahmat aytaman. O'zi Aziz aka nasib qilsa kelaman deb va'da berganlar. O'zi Aziz akani ham o'sha umumiy maqsadi buni o'sha gaplashgandik, ya'ni ko'proq kitob o'qitirish deb aytgandilar. Baraka topishsin. Hozir shu oyiga 10 tacha kitob o'qiyapti deb aytyapsiz, shu o'zgarish nimada sezgansiz misol uchun ularda? Endi baribir yoshroq qatlam o'zgarishi qiyin deb o'ylayman, ayni shu yoshdagilarda, lekin endi o'zgarish bo'ladi. Bolalarda masalan baribir ham ota-onani ko'rib ta'sirlanadi deb o'ylayman.
bizni o'zimizni xonadonimizda ham masalan kitob o'qiladi va ko'rib yurgan, endi qay darajada masalan bunda motivatsiya olganligini men ayta olmayman, lekin aytganimizdek o'sha musobaqalashish, o'zaro auksionlarda ishtirok etish va shu kabi narsalar ko'proq motivatsiya berdi deb o'ylayman. Endi undan tashqari bizni o'zimizni oilaviy nimamiz bor, an'anamiz. Masalan maktab alohida virtual pullar bilan ularni taqdirlasa, biz ularni haqiqiy pullar bilan taqdirlaymiz. Har bitta o'qilgan kitob uchun bizda ma'lum bir qiymat bor, beriladi va o'zlari yig'ib turib xohlagan, istagan narsasini olishlari mumkin bo'ladi farzandlarimiz. Shu bilan qiziqtira oldik balkim. Yaxshi life hack menimcha moddiyat bilan qiziqtirish, qachonki ya'ni o'zi aqlini tanib shu narsani doimiy ushlashga harakat qilishni boshlagungacha menimcha yaxshi motiv. Ustoz masalan doimiy o'zingiz ham kitob o'qiysiz, farzandlaringizga ham o'qitasiz. Hozirgi beradigan savolim ikki qism, ya'ni bolalar adabiyoti va kattalar uchun. Shu muhitda umuman hozirgi paytda qanaqa kitob yetishmayapti deb o'ylaysiz? Ya'ni bolalarga misol uchun 15 yoshgacha deylik, 15 yoshgacha va undan keyingi etap uchun qanaqa kitob yetishmayapti bizga hozir O'zbekiston, o'zbek segmentiga? Milliy adabiyotlarimiz. Xo'p, bizdagi hozir qiyinchilik aynan shu farzandlarimizga, chunki qizim hozir 16 yoshga to'ladi endi, 15 yoshda. O'g'lim 13 ga to'ladi. Xo'p, o'zimizni o'zbek adabiyotidan ularga tegishli bo'lgan adabiyotlar juda ham kam. O'qib bo'lishgan borini, endi biz iloji yo'q o'sha boshqa millat vakillarini yozgan adabiyotlariga murojaat qilishlikka majbur bo'lamiz. Balkim bu narsaga e'tibor berilar va bolalar uchun alohida bir adabiyotga balkim yo'l qo'ylar, bilmadim. Ruxsat beriladimi yoki bo'lmasam yozadiganlar ko'proq bo'lib qolishadimi? Bolalar adabiyotda shunaqa. Adabiyot yetishmasligi bilan men aytgan bo'lardim. Kattalar uchun kattalar uchun adabiyot juda ham ko'p, faqat muammo ularning o'qilmasligida. Endi statistikani men bilmayman. Bir paytlar Asaxiy Books nimalari egalari Eldor aka bilan gaplashgan paytimizda Eldor aka yoki bo'lmasa Feruz akalar ular aytishgandida, nechinchi yildir statistikasini aytuvdi, o'zlaridagi kitob aylanmasidan kelib chiqib. Ya'ni bir yilda O'zbekiston aholisini jon boshiga bitta kitob ham to'g'ri kelmaydi deyilganda 0.7 mikan shunaqangi umumiy ma'noda. Ya'ni kimdir ko'proq kitob o'qiydi, kimdir umuman o'qimaydi. Endi sizlarda ham masalan kitob aylanmasi bor, kitob savdosi. Bu narsani sizlar ham masalan ma'lum bir darajada bilishingiz mumkin, ko'paydi yoki kamaydi. Lekin umumiy ma'noda men o'zimizni yo'nalishimizdan kelib chiqib aytishim mumkin. Ajrashishlar juda ham ko'p, oilalarda juda ham muammo ko'p. Yaxshilik bilan tugaydigan narsalar masalan kam ko'rinadi-da. Agar muammoga duch kelib qolsa, yaxshilik bilan tugamaydi. Muammo nimada deyilsa, adabiyotlar yetarli. Oxirgi marta ham Ildizga kelib borgan paytimda, Ildiz kitoblar do'koniga o'zim shu sohada o'qigan, ishlagan bo'lsam ham o'zim uchun yana bir qanaqa yangi ma'lumotlar bo'lsin deb 10 tadan oshiq kitob o'qib ketdim. Hammasi oila mavzusida. Va o'sha paytda ham alohida istoriya qo'ydim Instagramda. Agar shuncha kitoblarni ko'rib biz o'qiganimizda edi, oilaviy muammolar, ajrashishlar va tirik yetimlar soni kamroq bo'lar edi degan fikrdaman. Kitob bor, faqat uni o'qish kerak. Hozir shu kitob aylanmasi bo'yicha ustoz oxirgi payt sal ko'tarilgan, lekin ko'tariladigan o'sha mavzuda ham misol uchun odamlar bilmadim, balki og'riqlari shunaqa bo'lishi mumkin. Asosan oxiriga borib qanaqadir bitta ko'z yosh to'kib oladigan janrdagi kitoblar bo'ladi-yu. Men qolgan kitoblarga tosh o'tmoqchi emasman. Shunaqa mavzudagi kitoblarni ko'proq sotib olishyapti. Endi asosan baribir yoshroq qizlar kitob o'qiydi O'zbekistonda. Endi bu statistika bu. Ular aynan shunaqa mavzudagi kitoblarni sotib olyapti. Keyin siz hozir kitob tanlash, o'qish bo'yicha-da o'zingiz aynan qanaqa filtr bilan kitob o'qiysiz? Ya'ni faqat o'sha sohaga oidmi yoki umuman kitob tanlayotganingizda ko'proq nimasiga e'tibor berasiz? Birinchi navbatda tavsiyaga. Baribir ham kim tavsiya qilyapti? Chunki biz minglab kitoblarning orasidan alohida muqovasiga qarab turib tanlaydigan bo'lsak, balkim adashishimiz mumkin. Shuning uchun bu narsani o'qib chiqqan insonlardan yoki bo'lmasam kitob book blogerlar bor hozir. Juda ham ko'p, xudoga shukr. Yoki bo'lmasam bevosita o'zingizlarning ijtimoiy tarmoqlarda doim masalan yoritib borasizlar adabiyotlarni va birinchi navbatda men tavsiyaga qarayman. O'qilgan bo'lsa, kimdir masalan undan ta'sirlangan bo'lsa va tavsiya qilsa,
zo'r kitob ekan desa men uni olib o'qishligim mumkin. Lekin o'zim tavakkal qilib kitob javonlarning orasida mana shu kitobni o'qib ko'rishim kerak deb juda ham qiyin masala. Lekin agar o'zimizni yo'nalishimiz bo'lsa, oila mavzusi, uni muallifiga ham qaramaymiz, tavsiyalariga ham qaramaymiz, hammasini podrat deydi ruschasiga. Hammasini olib, uni bir chetdan ko'rib, o'zimizga kerakli joylarni olib, keyinchalik obunachilarimiz bilan ulashib ko'ramiz. Yaxshi javob bo'ldi. Menimcha ham aynan o'sha filtr masalasida, lekin endi baribir tavsiya kitob o'qilayotgan paytda o'zimman doimiy filtrlab o'qiydiganlar shunaqa qilishar ekan. Ya'ni obunachilar orasida ham bor, lekin filtrsiz ham o'qiydiganlar bor. Endi meni farzandlarim o'zlariga yarasha masalan, ularga o'zlariga qo'yib beraman. Ba'zan shunaqangi holat bo'ladi. Biz kitob do'koniga boramizda tanlaylar deb turib o'zi shunday qo'yib yuboramiz. 2 ta, 4 ta, 5 ta, 7 ta masalan kitobni ko'tarib keladi. Ular nomiga qaraydi va muqovasiga qaraydi. Endi ularda masalan o'sha siz aytgandek filtrlash hozir qobiliyati yo'q va uyga kelgandan keyin unga pul sarflab bo'lganmiz, uyga olib kelib bo'ldik. 5-10 bet o'qib ko'radi, 20 bet o'qib ko'radida ozginadan keyin sekin chetga olib turib surib qo'yishadi. Ya'ni u o'qilmaydi, qolib ketadi. Endi balkim bularda ham farzandlarimizda ham balkim kelajakda bu qobiliyat shakllanib qolar. Kitob tanlash, chunki baribir ham pul sarflanadi unga. Vaqt sarflanadi. Undan ko'rasi masalan boshqa kitob olib turib, bunisini vaqtimni ajratsam desa yaxshiroq bo'lar balkim. Tushunarli, yaxshi javob. Hozir eng ko'p so'ralgan savol bor siz bu yerda. O'sha kuni stories qo'ydingiz, ya'ni shuncha kitob oilaga oid shuncha kitob bor, agar shular o'qilganda ajrashib bo'lmasdi deb, lekin baribir odamlar menimcha juda ko'p sizdan savol so'rashadi. Shuni sababi nima deb o'ylaysiz? Misol uchun aniq yechim borligini ularda o'zi ham biladi-da, kitobda yoki oldinroq tayinlanganda balki o'sha muammo bo'lmas edi, lekin shu o'qimasligini asosiy sababi nima? Ya'ni buni marketing jamoasi qiziqyapti bu narsaga. Nimaga shuncha yechim borligini har qanaqa ijtimoiy tarmog'i bor inson baribir biladi. Shu kitobni o'qisa, misol uchun oila qurishdan oldin deylik, o'qisa shunaqa muammo uchramaydi, lekin baribir o'qimaydi. Shuni sababi nima ekan? O'sha sizning savolingizga masalan aniq aytishligim mumkin savolingizdan kelib. Islomda oila, muammo va yechimlar degan kitob bor. Uni yaqinda masalan biz o'zimiz sahifamizda ham ulashdik, ko'rsatdik, odamlarga tavsiya qildik, o'qinglar deb. Insonning hayotida uchrashi mumkin bo'lgan oilaviy holatida hamma muammolar yozib bo'lingan va ularga o'sha kitobning nomidan kelib yechim degan joy borda. Unga o'sha muammoni qanday qilib yechish mumkin? Qisqa, lo'nda qilib yozib qo'yilgan. Unga faqat aytaman, amal qilinsa bo'ldi. Shu va shu kabi umumiy ma'noda kitoblar juda ham ko'p, lekin siz aytganingizdek odamlar o'qimaydi. O'qishlik uchun birinchi navbatda sotib olishlik kerak, unga ixlos qilishlik kerak-da, meni fikrimcha. O'sha narsani balkim yaxshi ko'ra olsa, endi bizdagi baram kitobxonlik madaniyati biroz boshqa davlatlarga qaraganda balkim sustroqdir. Masalan, boshqa davlatlarda yaxshi rivojlangan bu narsalar, odamlar metroda ketsa ham, avtobusda ketsa ham, bizda masalan telefonga qaralsa, odamlar kitob o'qiydi. Shunaqa davlatlar borda. Balkim kitobga muhabbat qo'ysa, o'zgarish bo'lar yaxshi tomonga. Ikkinchi mavzu, meni shaxsiy hayotimda uchraladigan narsa, eng ko'p o'sha shaxsiydan keladigan nimalar, nima uchun pullik? Biz endi orada konsultatsiya berganmiz, vaqt ajratamiz unga, boshqa ko'p narsa aytsa bo'ladi, nima uchun pullik ekanligini. Lekin odamlarga tekin narsa juda ham qiziqadi, shu narsani xohlaydi, pul sarflagisi kelmaydi. Qorni og'rib qoladi ba'zi insonlarni pul sarflasa. Lekin vaholanki men aytaman-da, agar inson o'sha muammo va yechimlar qancha turadi? Hozir umumiy 34 ming. Yumshoq muqovalisi 34 ming so'm. 34 ming so'm. Bu bitta obedni puli ham emas-da aslida. Bitta tushlikni puli ham emas. Biz hozir tushlik qilamiz desak, balki bundan ko'proq ham sarflab qo'yishligimiz mumkin. Xo'p, insonlarda naqd degan narsa bor va nasiya degan narsa bor-da xayolida. Ya'ni u ushlab ko'ra olmaydigan narsalarga balkim u qiymat bermasligi mumkin. Balkim u tushlik qiladigan bo'lsa, uni qorniga nimadir tushadi. U ovqatlangan paytda lazzat tuyishligi mumkin. Shu holatlar bor-da. Lekin kitob oladigan bo'lsa, unda o'sha paytda naqd bir qanaqangidir hech narsa yo'q-da. Moddiyat nuqtai nazardan. Bilmadim, balkim ma'naviy ma'noda ham u olishligi mumkin. Hozirgi kunda yana ikkinchi masala ham bor. Muammo sifatida aytishlik mumkin. Odamlar juda ham qisqa videolarga o'rganib qoldi. Shortslarga.
Va odamlar shu orqali yaqinda Xurshid aka Marozimov aka o'zlarini kanallarida ham shu haqida aytib o'tdi. Keyin nima ham chiqdi yaqinda YouTube'da propaganda uchishi chiqdi. Insonlarni miyasi chirishligi haqida. Ya'ni qisqa videolarni ko'rishlikka o'rganib qolgan odam u endi bir narsaga fokus qaratib uzoq vaqt masalan diqqatini jamlay olmay qoladi. Kitobni o'qishlik uchun vaqt ajratishlik kerak-da. Hech bo'lmasam bir 20-30 bet o'qishlik uchun 10 daqiqa, 15 daqiqa. Lekin 1 daqiqa, yarim daqiqalik videolarni ko'rib qolgan odam o'shandan dopamin olishni boshlaydi, lekin kitobdan уже dopamin kelmay qoladi-da. Balkim biz qachon insonlarni kitob o'qishlikka majbur qilishimiz mumkin? Qachon uni boshiga tushganda u tushunib yetadi. Ha, men kitob o'qimasam, meni oilam barbod bo'ladi. Endi bizning yo'nalishimizda. Men agar mana shu yo'nalishda masalan men o'zim harakatlanmasam, izlanmasam, demak men nimadir yutqizaman. Insonda qo'rquv bo'lsa, balkim motivatsiya ikki xil bo'ladi-yu. Kimdir rag'batdan motivatsiya oladi, kimdir qo'rquvdan motivatsiya oladi. Bilmadim. Umumiy ma'noda sabablar ko'p, lekin hammada har xil. Shunaqa yaqinda bir o'rtog'im unashtirildi. Keyin olib borib berdim endi yaqin o'rtog'imlik uchun. Qaysi kitob olib berdim? Islomda oila bilan, keyin Baxtiyor oilani olib borib berdim Hazratga. Keyin borib beryapman. Bo'ldi o'qiyman dedi. Oradan o'zi to'yi 2 oydan keyin unashtirilgandan keyin men ertasiga olib borib berdimda. 2 haftadan keyin borib o'qidingmi? Men deb berganman deb. Endi arzimaydi, misol uchun katta summa emas, lekin desam vaqtim bo'lmayapti dedi. Bir oy o'tib ketdi. To'yga o'zi bir oy qolgan keyin. Nimaga o'qimayapsan desam, xuddi o'sha gapni aytdi-da, ya'ni YouTube'da nimadir ko'rsam ham 2x da ko'rardim. Kitobni boshlab turib 2x qilib bo'lmaydi-da, hazillashib aytayapti. 2x qilib bo'lmaydi-da, kitobda o'shuncha o'qimadim deyapti. Ya'ni rostdan ham o'sha mayda videolarga qiziqib qolishlik yoki o'sha miyasi shunga dopaminga o'rgansa, rostdan ham kitob o'qish ancha qiyin bo'ladi. Chunki yaqinda so'rovnoma ham olgandik. Kitobni oxirigacha tugatmaydiganlar orasida endi 14 kishidan oldikda. Asosiy anaqasi shu oxirigacha bora olmasligining sababi boshlagandan keyin zerikish, diqqat bo'linib qolaveradi. Diqqati bo'linib qolaveradi, qo'li telefon ketib qolaveradi. Asosiy anaqasi zerikish ekan, motivi, ya'ni demotivatsiya bo'lishi. Endi agar u zerikarlik balkim kitob qo'liga olib qo'yganligi uchundir. Endi tan olib aytishligimiz kerak, ba'zi adabiyotlar haqiqatan o'ziga jalb qila olmaydi. Boshidan boshlashingiz bilan. Balkim yaxshiroq kitob qo'liga tushib qoladigan bo'lsa, va bitta boshlagan paytda oxirigacha tugatishligi mumkin-da, qiziqarli yaxshi adabiyotlar qo'liga tushib qolsa. Hozir yaxshi adabiyot deganingizga bir savol hayolim keldi. Shu paytgacha o'qigan kitoblaringiz orasida shuni o'qiganim uchun umrim oxirigacha shukr qilaman degan biror kitobingiz bormi? Ya'ni mazza qilib o'qiganingiz o'zingiz. Kitoblar ko'p aslida. Men hozir aniq qaysi bittasini ayta olmayman. Hozir eslashga harakat qilamiz. Xo'p. Menga yoqqan kitoblardan bittasi Savdogarlar ustozi. Hozir xayolimga birinchi kelgan shu bo'ldi. Rostdan zo'r kitob. Ham o'qilishligi yengil, ham qiziqarli va undan foyda olishlik ham mumkin-da. Masalan, men o'sha xotiramda muhrlanib qolgan narsa, o'sha otani farzandiga aytgan nasihatlardan bittasi. Ya'ni sen boy bo'lishliging kerak. Nima uchun deyilsa, sen boshqalarga yordam berishliging uchun, boshqalarga manfaating tegishligi uchungina sen boy bo'lishing kerak, sen majbursan shu narsaga degan ma'nodagi gaplar. Va bu haqiqatan zo'r insonni masalan xursand qiladi-da. Bizdagi ba'zan o'sha faqat men bo'lay, o'zim boy bo'lay, o'zim baxtli bo'lay degan hazillar bor-ku. Bu biroz nimada? Xudbinlik masalasi. Bizda kitoblarimizda o'rgatilgan narsa insonlarning eng yaxshisi, boshqalarga foydasi ko'proq teganligini. Va boylik ham shular jumlasidan deb o'ylayman. Balkim shu va shu kabi. Men hozir xotiramga kelgan kitob Savdogarlar ustozi va boshqalar. Milliy qadriyatlarimizga ko'ra deysiz. Keyingi savol bu ham o'sha jamoani iltimosiga ko'ra berilgan. Masalan, ba'zilarni ko'ramiz ustoz, aynan biz yoshdagilarda ochig'ini aytay. Nechta tanishim, misol uchun katta umid bilan uylanadi. Nari borsa 3 oy yashaydi, lekin ba'zilarini ko'ramiz, bizdan oldingi avlod, misol uchun otalarimiz yoshidagi avlod umrini oxirigacha bir ayolga umuman oilaga qanoat qilib, urush janjal bo'lsa ham ajrashmasdan yashashganda,
aynan zamoni berayotgan savoli, nimaga ular hurmat, ehtirom bilan bir-biriga 70-80 yoshgacha bora oldi, lekin bizning yoshdagilar nimaga hozir bora olmayapti o'sha 70-80? Endi hali bormadi-yu, lekin misol uchun 6 oyda, 3 oyda ajrashib ketayotganlari bordi. Aynan shu og'riqqa sabab nima deb o'ylaysiz? Buni sabablari ko'p. Birinchisi demaylik, bittasi uchinchi shaxslarning aralashuvi. Ilgari bu darajada qattiq aralashib yubormagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni kelinlarga bo'lgan munosabat juda ham past. Ya'ni ba'zilar quldek muomala qilishadi. Bu narsani tan olib aytishlik kerak. Hamma emas, lekin bor shundaylar. Bizga keladigan murojaatlardan bu narsani bilsa bo'ladi. Qishda, sovuqda ko'chaga chiqib, kelinlarga darvoza yuvdiradiganlar bor ekanda. U maqsad nima? Uni kasal qilishmi? Masalan, yoki bo'lmasam doktorga yotqizib qo'yishmi? Yoki bo'lmasam uni o'g'lidan o'ldirib qo'yib turib ajratib olishmi? degan savollar tug'iladi-da. Shu va shu kabi holatlar. Ya'ni uchinchi shaxslar tinmasdan aralashaveradi yoshlarning hayotiga. Yaxshi ma'noda aralashish qaniydi? Nasihat va bu nasihatlarni ham to'g'ri bera olishlik kerak-da o'z aslida. Xo'p, uchinchi shaxslarning aralashuvi. Xo'p, yana bitta omil bu taqqoslash. Men Instagramni shu kabi platformalarni aytishligim mumkin. O'zi juda ham hayotini go'zal qilib ko'rsatib beradigan insonlar u darajada hammasi zo'r emas. Bir nechta insonlar bilan men konsultatsiya o'tkazganman onlayn shaklda. Sahifasiga kirib ko'rsam, million obunachi. Sahifasida eng baxtli, dunyodagi eng baxtli inson qilib o'zini ko'rsatishadi. Lekin berayotgan savollari, o'sha konsultatsiya vaqtidagi savollari uni dunyodagi eng baxtsiz insonlardan bittasi ekanligini ko'rsatib qo'yapti-da, men uchun. Va bunda bitta emas-da. Bir nechta inson bilan xuddi shu mazmunda konsultatsiya o'tkazganmiz, gaplashganmiz va qo'limizdan kelgan tavsiya maslahatlarni berganmiz. Men aytmoqchi bo'lganim, Instagramda ko'radi, hamma jimjimador hayotni va erini egovlashni boshlaydi. Nima uchun bizda unday emas? Siz unaqa emassiz, siz bermaysiz, qaramaysiz, mehr yo'q, e'tibor yo'q va hokazo, hokazo. Endi biz o'zimizni yo'nalishimizda masalan ayollarga nasihat qilgimiz kelmaydi. Ayollar nasihat qilsin degan bir tushunchamiz bor-da. Biz erkak kishi bo'lib, erkaklar psixologiyasidan kelib turib, o'sha kelajakda aka-ukalarimizga gapira olishligimizdan kelib chiqib, kontent tayyorlaymiz. Hurmatli aka-ukalar, ayolingizga nisbatan yaxshi munosabat bo'ling, boshqa narsalar. Akalar, ukalar deb turib, ayolingizga odamlar faqat ayollar haqida gapiradi deb turib ko'rishadi-da. Yo'q, aslida biz faqat aka-ukalarimizga gapiramiz. Endi uni biz xohlamagan holatda ko'proq ayollar ko'rishadi va o'zlarining turmush o'rtoqlariga jo'natishadi va ba'zan noroziliklarga sabab bo'ladi. Ya'ni Instagram hayoti. Biz o'zimizni shaxsiy hayotimizni Instagramda ko'rsatmaymiz. Va bu narsaga ehtiyoj yo'q deb o'ylayman-da. Va o'zimizcha o'ylaymiz, baxtlimisiz desangiz ham, ha, men hayotda baxtliman, juda ham baxtliman. Lekin baxt ruschasiga aytadi, счастье любит тишину. Ya'ni baxt haligi sokinlikni, hech kim bilmaslikni yoqtiradi. U qaytanga o'zini ko'rsataverish, namoyish qilaverish o'sha aynan balkim shu narsaning teskarisidir. Xo'p, taqqoslash. Turmush o'rtog'ini boshqa Instagramdagi insonlar bilan, o'zini boshqa Instagramdagi ayollar bilan solishtiradi va o'zini baxtsiz his qiladi. Nima bo'ladi? Natijada tushunmovchiliklar, ziddiyatlar. Xo'p, yana nima bo'lishligi mumkin? Toqatsizlik yana bitta sabablaridan. Ya'ni agar masalan aytaman, kelinlarga, qizlarga onasi bir ishga buyurdi, kelin o'sha narsani qilmadi, farasan aytaylik, o'sha narsani qilmadi, tuqqan onasi uni urishadigan bo'lsa, qizlar mingdan ming rozi o'sha narsani eshitadi va e'tiroz bildirmaydi. Xafa bo'lmaydi, masalan, yoki bo'lmasam borib turib kimgadir aytib yurmaydi, meni onam shunaqa qilib urishdi deb. Lekin xuddi o'sha holatda agar qaynona gapirib qo'yadigan bo'lsa, bo'ldi, unga toqatsizmiz. Men red flagman deb chiqadi. Ha, red flagman chiqadi, qizil bayroqman chiqadi. Vaholanki ikkita bir xil holatni faqat kim tomonidan bo'layotganligiga qarab turib qabul qilmaslik, toqatsizlik holatli bo'lishligi mumkin. Yana bitta omil, bu meni kuzatuvlarimdan bo'lgan narsa, bu yoshlarni, yigitlarni
otasini hisobiga yashashi. Otasi unga to'y qilib beradi, otasi uni ishiga joylashtirib qo'yadi, otasi unga mashina olib beradi. Ya'ni u o'zi shaxsan rivojlanib, harakat qilib, peshona ter to'kmasdan, masalan, bitta to'y o'tkazishlik uchun ham ancha-muncha mablag' ketadi. Biz aytamiz, ha, otaning vazifasi. Lekin haddan tashqari dabdaba bo'lib ketadigan bo'lsa, farzand bu narsani bo'lishligi shartdek qabul qiladi-da, keyinchalik ham otasiga suyanib qoladi. Yaqinda bitta holat bo'ldi. Bir do'stimizni mashinasini urib qo'yishdi. Chetda turgan holatda orqasidan kelib turib urdi. Orqasidan urdi va juda ham yosh yigit. Xo'p, o'zi hal qila olmayapti, akasini chaqirdi, otam eshitmasin debdi. Akasi kelgandan keyin xullas bizni tanishimizga aka uzr. Nima qilsangiz qiling deyapti-da. Ukasini nima qilsangiz qilavering. Mana shu yilni o'zida 5-marta mashina urishligi. Otam bunga mashina olib berganda, bu faqat haligani shashka qilib haydab, boshqa narsa qilib, juda ham yengil hayotga o'rganib, yana urdi deydi. Qani edi bu sal o'zini aqlini yig'ib olsa. Va afsuski mana shunday yigitlar ertaga oila quradi va balkim oilasiga ham yengil qarashligi mumkin. Alloh saqlasin. Endi omillar juda ham ko'p. Biz hozir xayolimizga kelganlar shu. Siz shu o'g'il bolalar masalasida men ko'p kuzataman, ko'p o'ylayman. Masalan, sizlarning avlodinglar bilan biz avlodning o'rtasida bizkilar muammolarga chidamsizroq. Qandaydir. Men shunaqa tushunyapman, ya'ni chunki masalan 2007-yil o'zim ukam bor, ularning o'rtoqlari bor. Ular bilan gaplashib ko'rsam, mayda narsani ham muammo deydi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, sizlarning avlodinglar bu avlodga nisbatan erkakroq. Oddiy qilib aytganda, men shunaqa o'ylayapman-da. Buni agar siz ham shu fikrga qo'shilsangiz, ya'ni buni sababi nima deb o'ylaysiz? Misol uchun hayotga o'sha yengil qarashayotgan sababi nima? Hozir men o'ylayman, balki o'sha ijtimoiy tarmoqmi yoki boshqami, oddiy narsaga men misol uchun dadamni endi umuman dadam tenglarida yig'laganini deyarli ko'rmaganman-da. Misol uchun faqat endi azada yig'lashligi mumkin, boshqa payt ko'rmaganman. Men misol uchun sizni yoshingizdagi akalarda ham men yig'laganini ko'raman, lekin men o'zimni tengqur bolalarni, misol uchun 2003-yil bo'lsam, meni tengdoshlarim orasida oddiy narsaga yig'lab oladiganlar ko'p. Ustoz, endi bu kulgili tuyulishi mumkin, lekin biz ertaga bab oila quramizda, biz qachondir hukumatga chiqadi biz tenglar, ya'ni davlatni boshqaruvga o'tadi. Shuni sababi nimada deb o'ylaysiz? Bilmadim. Menga siz tengi qatorlar va undan yoshlari ham va o'zimiz tengdoshlar ham bir yig'laganlar hali uchramagan ekan va bu narsani sababini aytishlik ham qiyin masala. Tushunarli. O'zi bu bo'yicha balki obunachilarda fikr bordir, shu holatga uchrashayotgan bo'lsa. Ha, iloji bo'lsa hamma obunachilar ko'rib turganlar o'zini yoshini yozib qo'ysa, men falonchi yoshdaman va o'zini tajribasini yozib qo'ysa, balkim yaxshi bo'lar. Hamma hayotda shunaqalarni ko'rganman va meni xulosalarim deb yozib qo'ysa zo'r bo'lardi. So'z keyin o'zimni tanishlarim orasida ham bor ekan, hali qaynona gapirsa ko'tara olmaydi deysiz. Aynan shu o'sha insonni, ya'ni o'sha turmush o'rtog'ini onasini, ya'ni qaynonasini nimaga shunaqa stereotip bo'lib qoldi? Hammasi yomon, hammasi boshida yaxshi gapiradi, ogungacha. Shunaqa deb aytayapti-da, qizlarda o'zi ham misol uchun ogungacha yaxshi gapiradi, keyin o'sha zulm o'tkazadigan, qanaqadir o'g'lini qizg'anadigan odam deb o'ylashyapti. Bu rostdan holat O'zbekistonda shunaqami? Sizning fikringizcha yoki agar unaqa bo'lmasa, umumiy bunaqa stereotipga nima sabab? Hop. Shu kabi holat yoki bo'lmasam shunga o'xshash holatlarga bitta javob aytishim mumkin. Meni kuzatuvlarim yana biz ijtimoiy tarmoqlarda video chiqarilgan paytimizda faqat negativlar yoziladi. Bizniki unaqa emas, bizniki boshqacha yoki bo'lmasam siz aytgandek holat, agar ajrashadigan bo'lsa, albatta qaynonalar yomonlanadi. Bitta narsa, biz ijtimoiy tarmoqlarda, kommentariyalarda aytilayotgan narsalarnigina bilamiz-da. Yuqorida aytdim, baxtli inson o'zini hayotini oshkora qilib o'tirmaydi. U kirib kommentariyada nimadir yozib o'tirmaydi. Biz baxtli insonlar, yaxshi zo'r mazza qilib yashayotgan insonlar, qaynonalarni masalan zo'r qilib yashayotgan qaynonalarni o'qimaganligimiz uchun ularni yo'q deb o'ylaymiz-da. Lekin ikkinchi tomon, ular kam bo'lsa ham, ular tinmasdan yozib yotibdi-da. O qaynonalar unaqa, bunaqa har xil gap so'zlar.
iloji yo'q. Biz ijtimoiy tarmoqda ko'rgan, o'qigan narsalarimizni bor deb o'ylab qolamiz. Bular indamasdan sukut saqlaganligi uchun bular yo'q deb o'ylab qolamizda. Aslida agar biz soladigan bo'lsak, mana o'tgan yili kechagina bittasi aytib qoldi, statistikada 50 mingta ajrashish bo'libdi-da. Bir yil ichida 50 mingta ajrashish. Xo'p, endi bu 50 mingta umumiy O'zbekiston sharoitida yashab turgan oilalarning necha foizini tashkil qiladi? Turmushga layoqatlilar o'rtasida katta foiz bo'lsa kerak, katta. Yo'q. Katta foiz emas. Men aytmoqchi bo'lganim, baxtli, tinch, totuv yashab yurganlar ancha ko'p va ular indamayapti. Bizni ko'zimizga 50 mingta raqam ko'rinadi xolos. Agar biz masalan balkim o'rganib chiqadigan bo'lsak, millionlab oilalar maza qilib yashayotganligini ko'rishimiz mumkin-da. Farazan millionta odamning orasida 50 mingta qanchani tashkil qiladi? Bu juda ham kam aslida. Va siz aytgandek stereotip shakllanishligining asosiy sababi biz kommentariyalarda yoki bo'lmasam dugonalar yig'ilib qoladigan bo'lsa, oshna og'aynilar yig'ilib qoladigan bo'lsa, mana shu faqat negativlar muhokama qilinganligi uchungina uni ko'p deb o'ylaymiz. Aslida u darajada ko'p emas. Va aytib qo'yish shu o'rinda hamma qaynonalar ham yomon emas. Yaxshi qaynonalar, ona o'rnini bosa oladigan qaynonalar juda ham ko'p. Hurmatli opa-singillarimiz, agar ko'p turgan bo'lsanglar, qo'rqmasdan, ko'nglingizni xotirjam qilib, turmushga tayyorgarlik ko'rib chiqadigan bo'lsanglar yaxshi bo'ladi. Ustoz hozir aynan ko'proq yani Instagram, ijtimoiy tarmoq haqida ham suhbat ketib qoldi-yu. Hozir oilaviy blog yuritadiganlar zararni aytdingiz, ya'ni aynan kontent uchun bir-biriga juda mehribon, bir-birini qanaqadir men nima deydi, bir juda ham bir shaxsiy gaplarni ham ijtimoiy tarmoqda bemalol shaxsiy qilish kerak bo'lgan ishlarni ham qilyapti-da. Shularni masalan, lekin bularni aynan kuzatuvlarimda bularni pozitiv qabul qilishyapti biznikilar. Ijobiy qabul qilyapti, havas qilyapti kerak bo'lsa. Ochig'ini aytay, misol uchun nechta o'g'il bola tanishlarim, nechta qizlar, qiz bola tanishlarim storiesga atmetka qiladi kerak bo'lsa o'shalarni. Ya'ni havas ma'nosida. Lekin buni zarari nimada deb o'ylaysiz ustoz? Ya'ni mayli ijobiyligi yaxshi, ular o'zlari uchun qanaqadir ijobiy fikrlari bordir, lekin o'ylasangiz zarari nimada deb o'ylaysiz ularni? Boshqa ijodkorlarni men gapirishni xohlamayman. Ijobiy tomoni, balkim ular boshqalarga o'rnak bo'lishni xohlayotgandir. Mana erkak kishi, xotin mana shunday yashashligi ham mumkin-ku degan mazmunda balkim kontent chiqarayotgandir. Salbiy ma'nosi bu faqat bizga, o'zimizga bog'liq. Ularga bog'liq emas. Agar biz o'zimizni ular bilan solishtirib va o'zimizni turmush o'rtoqlarimizni shunga yarasha egovlaydigan bo'lsak, bundan faqat biz zarar ko'ramiz. Ijodkor o'zini ijodini qilaveradi va o'shanga yarasha yaxshi, bilmadim. Men bu narsaga juda yomon qaramayman. Unisi ham bo'lishi kerak deb o'ylayman-da. Ba'zi insonlarga balkim o'sha nima bo'ladi, ko'zini oldiga keltirish. Mazmunda kitob o'qiy olmayapti. Balkim bu tomoni, lekin men kitob o'qishni albatta tavsiya qilaman. Kitob o'qimasa bo'lmaydi. Va lekin hamma narsa o'sha kontentlarda, Instagramlarda ko'rsatilganidek emasligini faqat tushunishlik kerak-da. Ba'zi narsalar hammasi faqat o'sha ijod mahsuli bo'ladi, rollar o'ynaladi. Biz bundan faqatgina mana shunday yashash mumkin ekan-ku degan bir xulosa ola olsak, o'zimiz uchun yaxshi. Agar kimdir bu masalada salbiy tomonlarini ko'rayotgan bo'lsa, buni ham kommentarlarga yozib qo'ysin, yaxshi bo'lardi. Albatta kutamiz. Aynan shu savolning javobini kutamiz. Ustoz, masalan, hozir yaqinda gaplashgandik shu asosiy auditoriya bilan islomda oilani taqrizini biz kanalga tashlaganmiz-ki, meni shaxsiyim yozishdi. Nimaga buni ko'p sota olmayapsizlar deyapti. Ya'ni o'zi aslida yomon emas sotuv. Lekin menga, ya'ni tanqid ma'nosida yosh kattaroq odam aytayapti. Nimaga ko'p sota olmayapsizlar? Nimaga misol uchun yoshlar Misrda ham, Misr piramidasining tagida ham yoshlar aynib ketyapti degan o'zi bor. Sizlar faqat anaqani o'ylaysizlar xolosmi? Ya'ni minus tarafini o'ylaysizlar, shuni o'qisanglar yoshlar hozir ajrashib ketyapti. Shunaqa kontent qo'ydik. Ajrashuvlarni oldini oladi deb o'ylaysizlar, lekin o'zingizlar o'qitish bo'yicha nimadir o'ylab ko'rganmisizlar? Ya'ni hali aytdik ustoz, ya'ni kitob o'qish madaniyati haqida. Aynan baribir odamni men o'ylayman, hayot ikki qism, oila qurgungacha va oila qurgandan keyin aynan shu joyda biz kitob o'qish madaniyatini odamlarga singdirish uchun, yechim o'sha yerdaligini bildirish uchun nima umuman
qolgan kitob do'konlari ham balki bunga bu qiziqdir. Aynan shuni qanday shakllantirsa bo'ladi fikringizcha? Endi kitob sotadiganlar sizlar. Endi shaxsiy Biz emas. fikringizni Bu haqida sizlar yaxshilab o'ylashingiz kerak. Endi mendan fikr so'raydigan bo'lsanglar, men marketolog emasman umumiy ma'noda. Bu narsalarni faqat insonlarni xohlashligi bilan bo'lishligi mumkin-da. Ota-ona bolasiga aynan kitob uchun mablag' ajratib berishligi yoki bo'lmasam yoshlarni o'zi bitta obeddan voz kechib, endi baribir ham yoshlar, endi sizlar yaxshiroq bilasizlar, kattalarga qaraganda yoshlar menimcha ko'proq kitob o'qisa kerak. O'sha ma'lum bir darajada o'zini obedidan voz kechib, bir kitob sotib olib, o'qib yurganlar ko'proq bo'lsa kerak kattalarga qaraganda. Kattalar faqatgina shu sotib olish imkoniyatini yaratib beradigan bo'lsa, balkim yaxshiroq bo'lar. O'sha balkim kontent chiqarayotgan paytinglarda faqat yoshlarga urg'u beravermasdan, balkim kattalarga, hurmatli ota-onalar, mana bolalarga mana bunaqa narsani qilib beringlar. Balkim bu ham bir foydasi bo'lib qolar. Shuni yozib oldim ota-onaga, rostdan o'ylamagan ekanmiz shu paytgacha. Hozir masalan aynan sizni kontentingiz ustoz ochig'ini aytganda, masalan buni hech kim aniq qila olmaydi, rad qila olmaydi. Aynan sizni kontentingizdan kelib chiqib so'rovlar ko'p. Ya'ni screenshot qiladi yoki videoni share qilishadi odatda kitob so'rayotganda. Chunki odatda real case shular shunaqa xato qildi, shunaqa bo'ldi deb aytib chiqasiz. Buni nafaqat Ildiz, qolgan kitob do'konlarida marketologlar bilan gaplashganman. Aytishadi, aynan shu oila mavzusida yoki qanaqadir ayollar haqidagi kitoblarni ko'proq baribir sizni storiesizdan yoki kontentingizdan share qilishar ekan. Eski kontentlaringiz, misol uchun Instagramda rekomendatsiya chiqib qolishi mumkin. Shundan ko'proq share qilar ekan. Ya'ni agar men o'ylayman, shunaqa mavzuda, oila mavzusida kontent yuritadigan odamlar bilan kitob do'konlari yaxshi kollaboratsiya qilsa, menimcha, meni fikrimcha, umumiy muhitni biz yarata olamiz. Menimcha shunaqa. Maxsus savol bor, ustoz, bu kuzatuvchilar tomonidan yopiq guruhimiz borda, ya'ni doimiy o'qiydiganlarga yiqqanmiz. Hozir qancha odam bor u yerda? Hozir 132 ta odam bor. O'tga qanaqa qilib ularni bosa bo'ladi? Hop, challenge o'tkazgandik o'zi. Bir oyda 4 ta kitob o'qib, undan tashqari endi blog yuritish uchun kurs yozib o'zim berganman. O'sha endi hozir o'sha aksiya tugagandan keyin, Ramazon aksiyasi tugagandan keyin endi oyiga 5 ta kitob qo'ymoqchimiz. Ya'ni ovoz berish orqali qaysi kitobni ko'proq o'qiymiz deb shunaqa qilmoqchimiz. Endi 132 ta odam, ular hammasi o'qidi. Maqsadli auditoriya o'tdi. Maqsadli auditoriya hammasi o'qidi. U yerdan ularga sotish maqsadimiz ham yo'q, chunki allaqachon yarmi deyarli bor kitoblarni aytdik. O'tgan kunlarda o'qidik, o'sha islom oilani ham o'qidik. Menimcha yaxshi aniq qildik. Ko'proq yoshlar ham ekan. Bunga nima qilishlik kerak? Sizni o'sha yopiq kanalingizga qo'shilib olishlik uchun aytib keting-da endi bir yo'la. Odamlar foydali bo'lsin. Kanalga qo'shilishda xudo xolasa 7-mart kunlari yana bitta e'lon qilamiz. Ya'ni o'sha joyda faqat yagona sharti, bizga hech qanaqa to'lov shart emas, o'sha kitobni oxirigacha o'qishi. Va haftaning oxirida bitta kitobni bir haftada o'qisak, misol uchun kattaroq hajmdagi, haftaning oxirida taqriz yozadi, o'zi yuboradi va eng yaxshi taqrizga ham biz sovg'a beramiz. Shundoq. U bizga hech qanaqa moddiy anaqasi yo'q. Faqat bizning maqsad ochig'ini aytganda o'sha kitob o'qish sferasini sal yaratib olish. Hozircha 132 tadan bu kamroq bo'lishi mumkin, lekin menimcha o'zi aslida boshida 1000 ta edi ustoz. Oxiriga yeta olganlar o'zi 132 ta qoldi. Ya'ni 13%. Shunaqa qoldi. Hop, nima deb savol so'rashdi? Hop, red flag masalasini so'rashgan ustoz. Menda buni bermasangiz, guruhdan chiqib ketamiz deganlar ham bo'ldi. Aynan shu red flag deb chiqishyapti hozir. Endi buni berish aslida men uchun bir g'alatiroq, lekin shu narsa baribir ta'sir qilyapti ekanda, ya'ni yoshroq qizlarga, misol uchun kutuvni katta bo'lib ketishi. Aynan shu kutuvni katta bo'lishiga sabab nima? Qanday qilib biz o'sha qizlarga oilasidan oldin yoki umuman narigi qarama-qarshi jins vakiliga nisbatan kutuvni to'g'rilab qo'yish kerak. Shunaqa savol bo'lgan. Bu birinchisi o'g'il boladan tushgan, keyin u yog'iga qizlar plus bosib tashladi. Shunaqa savol tushgandi. Hop, men bitta narsani tavsiya qilaman, hurmatli yigitlar. Red flag deb chiqqan qizlarni umuman xotin qilib olmanglar. Eng katta motivatsiya sizlarga shu bo'lsin va qizlarga ham
aytamiz, hurmatli opa-singillar, red flag deb chiqadigan bo'lsanglar, katta ehtimol bilan ersiz qolib ketasizlar. 30gacha, 40gacha borib qolishligi ham mumkin, turmushga chiqa olmasdan. Bitta narsani tushunishlik kerak, bu yerda milliy qadriyatlar degan narsa bor. Biz yashab kelayotgan muhitlar bor. Endi hamma narsani masalan taqlid qilinavermaydi-da. Bizni o'zimizni chiroyli, masalan, urf-odatlarimiz bor, an'analarimiz bor va asrlar davomida yaxshi oila institutlarini tashkil qilib bo'lganda bu narsalar. Endi biz taqlid qilayotgan tomonni, oila institutini o'rganib chiqaylik-da. U yerda masalan qanaqangi holat o'zi yashash, bitta oila qurilgandan keyin u qanchagacha davom etadi? Umrni oxirigacha davom etadimi, yo'qmi? Yoki bo'lmasam bitta erni qo'yib ikkinchisini almashtirib masalan ketaveradimi? Qadriyat qayerda? Va men o'ylayman, o'sha red flag deb chiqadigan opa-singillarimizga o'zlariga yarasha o'sha balkim turmush o'rtoq chiqishligi mumkin-da. Ertaga undan shunday voz kechishlik juda ham oson bo'ladi-da. Umumiy ma'noda yana ijtimoiy tarmoqlarga kelib taqalamizda. Ilgari bu narsalar yo'q edi. Nimaga? Chunki odamlarda taqqoslash narsasi degan narsa yo'q edi-da. Inson bilishligi mumkin bo'lgan narsa o'zini aka-ukalarini oilasi, qavm qarindoshlarining oilasi va eng yaqin qo'ni-qo'shnilarning oilasini bilib turib, shunda ham faqat o'sha ko'rishgan paytda, suhbatlashgan paytda qaysidir detallarnigina bilishligi mumkin edi. Ya'ni taqqoslash imkoniyati deyarli yo'q. Hozir siz aytganingizdek o'sha ko'rsatilmasligi kerak bo'lgan narsalar ham ko'rsatilyapti va opa-singillarimiz nafaqat o'zbek blogerlarini kuzatishadi va chet el blogerlari, Yevropa, Rossiya, boshqa Amerika hayoti masalan kuzatgandan keyin iloji yo'q. O'sha narsani orzu qiladi. Tushunishlik kerak, u yerdagi narsalar bizda masalan yemasligi ehtimoli katta. Va tabiiyki, ular red flag deb chiqalayotgan narsalar qaysi o'zbek oilasiga to'g'ri keladi. Agar farzand ota-onasini chiroyli hurmatini joyiga qo'yib, oiladan katta narsani kutayotgan bo'lsa, ya'ni umrini oxirigacha oila qurish niyat qilayotgan bo'lsa, aslo bunday qizlarga yaqinlashmaydi. Vaqtinchalik borib qo'yishligi mumkin, ozgina vaqtdan keyin sekin o'zini ishlarini bajarib bo'lgandan keyin sekin uzr deydi. Meni turmush o'rtoq sifatida men seni ko'rmayapman deb aytadi-da. Shuning uchun hurmatli opa-singillar, red flag degan narsaga men sizlarga tavsiya qilaman. Bu narsaga juda ko'p ham aralashib qolmanglar. O'zimizning qadriyatlarimiz bor. Aynan siz shu qadriyat masalasida bir endi hozirgi yosh balki shu narsa sizga ham savol qilib so'rashar. Meni o'zim ham og'rig'imda bu, ya'ni meni g'ururimga tegadi deydimi. Misol uchun yaqinda bittasi aytib qoldi. Endi o'zi ko'rsa uzr, bu shaxsiyga aytmayapman, kimligingizni. Yaqinda bittasi aytib qoldi. Sochi bo'lib borgan bola. U bolani ham men tanirdim-da. Sochi bo'lib borgan, ota-onasi "Okey, beramiz" deyishgan. Faqat hozir emas, o'qishini bitirib olsin deb aytishibdi. Beramiz deyishganda kelgan bola sekin-sekin qizga telefon qilib, kech payt qayerdasan deyishdi, keyin ko'rishamiz, kechki payt ko'rishamiz deb juvanu va'dasini bo'lgandek. Zinoga tortishga, hali nikoh yo'q, zinoga tortishga olib ketyapti. Keyin dadasi ana bolani chaqiribdi, qiz aytibdi-da, endi sal qiz ham yaxshi tarbiyali qiz edi. Dadasi chaqiribdi, "Nimaga bunaqa qilyapsan?" desa, "Bu bizga normal bu" debdi. Ya'ni siz nimaga aralashasiz bizni shaxsiy hayotimizga debdi, ya'ni. Hali turmush qurmasdan. Turmush qurmagan, o'rtada nikohi ham yo'q. Mayli ana endi voha taraflarda Fotihani qattiqroq olishadi. Bizda vodiyda unaqa narsa yo'q, misol uchun. Al-Fotihasi ham bo'lmaganda, prosta "Okey, beramiz" deb aytib qo'yishgan. Undan keyin intimniy mavzuga ham tortganda u qizni. Keyin sras borib dadasiga aytgan. Keyin siz nimaga bizning shaxsiy hayotimizga aralashyapsiz? Oddiy hol bu yoshlar orasida normal. Hozir to'ydan oldin birga yashab ko'rayotganlar bor, yashab turib ana qilayotganlar bor debdi. Ya'ni oila qurayotganlar bor debdi. Ya'ni endi u qizni o'zi aytib beryapti menga buni. Shunaqa dedi, shuncha ajratish bor deb aytayapti. To'y buzib olishdi. Ajratib olishmadi. To'y buzishdi deyapti, ya'ni to'yni buzishdi va men bundan dadamga rahmat aytaman. Mayli u bolada meni ko'nglim bor edi deyapti. Lekin bunaqaligini men bilmasdim deyapti. Ya'ni ustoz shu qadriyat masalasida nimaga endi ijtimoiy tarmoq bilmadim. Bunga qanchalik ijtimoiy tarmoqda misol uchun hech kim to'yingdan oldin yashab ko'r deb aytadiganlar bordir, lekin aynan nimaga bunaqa holat bo'lib qoldi? Men misol uchun tog'amlar 2013-yil shu 88-yil, 89-yil
bolalar 2015 dan oldin uylangan bo'lsa, birga yashab ko'ribdi degan narsani men yoki fotihasidan keyin ham telefonda gaplashar ekan desa, odamlar hijolat bo'lib ketardi-da, telefonda gaplashadigan odam. Hozir birga yashash taklif qilishyapti ekanda, ya'ni siz bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Bitta narsani tushunish kerak, bu ko'p emas. Bu judayam haligi boyam aytganimizdek, foiz nuqtai nazaridan deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Borini, masalan, 0.001% ni tashkil qilishligi mumkin-da, umumiy holatdan. Yaxshi emas, to'g'ri emas va bu ko'proq o'sha aytganimizdek, g'arb yoki bo'lmasam Amerikadagi hayot yoki bo'lmasam Rossiyada ham hozir shunaqa. Ya'ni grajdanskiy brak deydi adashmasam ruschasiga, zaks qilmasdan, oila qurmasdan shunchaki yashab ko'radi. O'xshab qolsa yaxshi, o'xshab qolmasa, masalan, oila buzilib ketaveradi. Va bu mashhur sportchilarning hayotida ham xuddi shunaqa. Agar kuzatgan bo'lsangiz, necha yil yashab bo'lgan aktyorlar bor, necha yil yashaydi-da. Farzandli bo'lgandan keyin, bir 5-6 farzand bo'lgandan keyin, bo'ldi, endi to'y qilamiz deydi. Endi to'y qilamiz deydi-da. Endi bu bizning qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydi. Baribir ham biz qiz opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz bu narsaga ko'p ham rozi bo'lavermaydi deb o'ylayman. Endi rozi bo'ladiganlar, endi ularning o'zlarining shaxsiy hayoti, o'zlarining shaxsiy qarori va vaqti kelsa bu uchun o'zlari javob berishadi, lekin umumiy ma'noda bu ko'p ham bizning urf-odatlarimizga to'g'ri kelmasligini aytishimiz kerak-da. Haligi singlingizga ham aytaylik, baraka toping va ularning otasiga ham aytamiz, rahmat kattakon sizga. Shunaqa g'ururli odamlar borligiga ham rahmat. Faqat negativ aytolmang ustoz, bir pozitiv o'zi rahmatnoma ham bor. Ustoz Inoyatullo Andijoniyni ko'rsatuvda o'sha akalar, ayol tarafdan hech narsa olmaylar degan gapingiz bor edi. O'shani men qirqib Instagramga qo'yganman o'zimnikiga. Endi keyin mahalladagilar meni kuzatadi endi. Keyin bir qarasam anaqada bu endi 1,5 yil oldin bo'layotgan narsada. Bir qarasam mahallaning guruhiga o'sha videoyi share bo'lib pin qilib qo'yishdi. Endi yosh kattalar qo'yib qo'yganda, pin qilib qo'ygan. Keyin o'sha bitta gapingiz ustoz hozir mahalladagi bolalar fikrini o'zgartirib yubordi. Xudoga shukr. Misol uchun aytayapti ekanda hozir ota-onalariga men qiz tarafdan hech narsa olmayman, g'ururimga to'g'ri kelmayapti ekan deb aytayapti ekan. O'sha bitta videoyingizni paytida qo'yilgani, endi hozir uylanadigan bolalar ko'p, bizning qishlog'imizda ham. O'sha narsa ta'sir qilibdi. Men to'g'risi xursand bo'ldim. Ya'ni yosh bolalar, misol uchun 2000-yil, 99-yil akalar uylanyotib, shunaqa o'sha bitta sizning gapingiz orqali qancha manfaat olishdi. Xudoga shukr, xursand. Endi biz bunaqa narsalarni bilmaymiz, eshitmaymiz. Ta'sir qilyaptimi, ta'sir qilmayaptimi? O'zi bizni kontent chiqarishligimizning asosiy sababi, men hamma joyda aytaman, o'zimni 3 ta qizim bor. Va kelajakda ularga qanday turmush o'rtoq bo'lishini men xohlayman. Qanday yigitlarga biz kuyov qilib yigitlarni olishimiz mumkin. Qizlarimizga qanday yigitlarni masalan ravo ko'rishligimiz mumkin. Va bizni kontentimiz deyarli hammasi bu faqatgina uylanmagan bo'ydoqlarga qaratilgan. Bizni umidimiz o'shalardan. Hozir kattalarni o'zgartirishlikdan men umid ham qila olmayman, chunki suyagi qotib bo'lgan, haligi u yosh novda emasda, katta daraxt bo'lgan. Lekin novda paytida ularga bir to'g'ri yo'nalish berib qo'yilsa, ayol bilan munosabatda nima yaxshi, nima yomon va bizni hamma umidimiz o'shalardan. Bir 5 yil, 10 yildan keyin masalan oila quradigan yigitlar shu narsadan biroz bo'lsa ham ta'sir olsa va opa-singillarimiz bu narsani ko'rib, o'g'il tarbiyalayotgan paytda shu narsalarga e'tiborli bo'lsa, balkim bizni kontentlarimizning foydasi o'sha 5-10 yildan keyin yuzaga chiqadi deb turib umid qilamiz-da. Shunaqa ustoz, baribir misol uchun o'zingizni akkauntingizdan emas, boshqalar qirqib turib qo'yishadi. Endi kerak bo'lsa sizgidan ham yaxshiroq ko'riladi ular. Endi men o'ylayman, ustoz bu narsaga umuman e'tibor ham bermasa kerak, xursand bo'lsa kerak deyman, lekin izohlarda odamlar faqat olovcha, qanaqadir yurakcha yubormaydi. Sizga men o'qib chiqaman erinmasdan. Chunki yosh kattalar yozadi. Kirilda yozayotganda o'zi bir siz bo'ladi. Yosh kattalar yozadi, yoshlar ham yozadi. Keyin she'rlar yaxshi bo'ladi. Endi meni fikrimcha ko'proq shu opalarimiz, singillarimiz ko'proq uydagilarga she'r qilsa kerak deb o'ylayman. Lekin buni aniq foydasi bor. Oddiy bitta mahallani o'zgartirib yubordi bitta kichkina short. O'sha podkast olgan akaga ham alohida rahmat. Ustoz, bu maxsus savol. Bu hozir oxirgi savollarim qoldi o'zi, ko'p qolmadi.
bu bo'yicha adashmasam bir kontent ham qilingandi, lekin to'liqroq aytish so'ralgandi. Nikohdan oldingi munosabat haqida-da, ya'ni bir akam aytayaptilar. Qisman o'zimda ham shunaqa og'riq bor edi. Misol uchun kimlardir ma'ruzasini eshitaman, kimlardir nasihatini eshitaman, qizlar bilan gaplashish xato deydi, lekin baribir gaplashaveraman. Ya'ni men o'zimni yenga olmayman, balki men nafsimga yengilarman, lekin misol uchun 4 ta qiz bilan gaplashganman shu paytgacha, lekin aniq shuni olaman, bu safar shuni olaman, uyimdagilar yuboraman deyman, lekin oxirida nimadir o'xshamaydi. Yo anoni berib yuboradi, qizni o'zi bo'rt berib yuboradi, betadi. Ya'ni men aniq bilaman, katta ehtimol shu yosh qatlamning orasida shu muammo ko'p baribir. Shunga nima yechim istasiz? Ya'ni endi bu tajribangizdan kelib chiqib, o'sha munosabatni o'ziga o'zi cheklab olishlik uchun men tavsiya qilgan bo'lardim. Agar biz o'sha eskilarni, kattalarni hayotini ko'radigan bo'lsak, hammasi перед faktdan bo'lganda. Otasi o'g'lini olib keladi, shu qizni olasan, bo'ldi. Hozir sevasan deydi-yu. Xuddi shunga o'xshash holatlarda ожидание yo'q, o'ta kutuv bo'lmaydi. Ya'ni ko'radi, uchrashadi, balki masalan suhbatlashib, istixoralarni qilib, ota-onalar o'zaro kelishgandan keyin shu bilan balkim yaxshi yashashgandir. Hozir yillar davomida gaplashadi va undan ortiq narsalar ham bo'lib ketadi. Biz bu narsaga tarafdor emasmiz va natijada yashash boshlangandan keyin kutuvlar masalan boshqacha ekanligi bilinadi. Gaplashgan paytda masalan farazan aytaylik, uchrashuv yuribdi. Uchrashuv qancha davom etadi? 2 soat, 3 soat. Bu paytda inson o'zini har qanaqasiga zo'r qilib ko'rsatib berishligi mumkin. Ideal rol o'ynab bera oladi. Lekin hamma narsa bir yostiqqa bosh qo'ygandan boshlab turib asl yuzlar ko'rinadi o'sha paytda. Endi haligani romantik bo'lib ko'rinib kelgan inson birdaniga o'zgarib qoladigan bo'lsa, endi o'zi kutuv o'ladi. Hafsala pir bo'ldi. Shu bilan keyin nima bo'ladi-da? O'rtada tushunmovchiliklar, ziddiyatlar kelib chiqishligi mumkin. Men tavsiya qilmayman. Uzoq yillar davomida masalan gaplashib yurishlikni. Ota-onalar hal qilsin va agar siz kelajakda baxtli turmush qurmoqchi bo'lsangiz, bu narsani albatta kattalar bilan maslahatlashishlik kerak deb o'ylayman. Ba'zilar men o'zim bilaman, ota-onam bilmaydi degan ma'noda ota-onasini tanlagan nomzodini nima qilmaydi, e'tiborga olishmaydi. Lekin ota-onalar ham farzandiga yomon bo'lsin demaydi-da. Ota-ona bilan maslahatlashib va chuqur munosabatlarga kirmaslik. Ota-ona bilan maslahatlashib, chuqur munosabatlarga kirmaslikni men tavsiya qilgan bo'lardim. O'shanda bizni ajdaniyamiz, ya'ni kutuvimiz past bo'ladi va undan keyin haligi biz aytamizda, inson o'zini yaxshi tomonlarini iloji boricha ko'rsatmaslik kerak. Agar qizlar, masalan, opa-singillarimiz, misol uchun bir qancha Qur'on yodlab qo'ygan bo'lsa, bir qancha kitoblarni o'qib qo'ygan bo'lsa, uni aytmasa, turmush qurgandan keyin, oila qurgandan keyin bu bonus sifatida bo'ladigan bo'lsa, bu men bilmayman, bu alohida bir baxtda. Shunga o'xshash holatlar. Endi turmush qurishdan avval kitobi, yana o'shanga qaytdik. Chunki baribir ham oila qurishdan oldin men tavsiya qilaman o'qib chiqishlikni. Men o'qigan kitoblarni, oxirgi o'qigan kitoblarni ichidan eng halagan o saviya jihatidan yuqori deb baholayman o'zim. Faqatgina nosi bor. Baribir ham u o'zbekistonlik yozuvchi tomonidan yozilmaganda, Turkiyadan va kitobning mazmuni faqat maktublardan iborat. Ya'ni o'zi psixologiya sohasida ishlaydigan mutaxassis, katta obunachilarga, auditoriyasiga ega, iltimos qilyapti, hayotiylarni yozib beringlar. Maktub qilib. Maktublar kelyapti, baxtli va baxtsiz insonlarning maktublarini o'qib va unga o'zini yo'nalishidan, mutaxassisligidan kelib chiqib turib izoh beryapti-da. Bu oila baxtsiz bo'ldi. Nima uchun? Chunki uni maktubida mana bu narsalar, detallar hal qilyapti-da, hamma narsani. Detallar. Agar u bunday qilganida, u hayoti boshqacha bo'lardi. Endi baxtli insonning maktubi o'qib beryapti va nima uchun u baxtli ekanligini tushuntirib beryapti. Yana o'sha detallarga e'tibor beradi-da. Faqat kitob, yana aytaman, bizni o'zimizni mahalliy yozuvchi emas, o'sha joyni mentalitetidan ba'zi joylar yozilgan. U yerda ham oldindan uchrashib yurish haqida yozilgan maktublar bor. Oldindan masalan uzoq yillar davomida gaplashib yurgan, bir joyda ota-onasini norozi qilib oila qurgan joylar bor.
Bu narsadan faqatgina to'g'ri ma'noda foydalanishlik kerak. O'zimizga kerakli joyini olamiz, lekin halagani ota-ona norozi qilib ham baxtli bo'lish mumkin ekan degan tushunchalarni biz qabul qilmaymiz. Ustoz, shu savolning ikkinchi qismi qisqaroq javob bersangiz bo'ladi. Masalan, okey, endi gaplashib qo'ydi. Nima deydi? Mayli, intim munosabat o'zi biladi. U qanaqa bo'lgan, baxtsiz bo'ladi, katta ehtimol bilan. Shuni men tushuntira olmayapman-da. Ya'ni baribir ustozlarning gapi, bu joyini qo'yamanmi yo'qmi, zino bilan boshlangan ishda, ya'ni xayr bo'lmaydi deb ko'p aytishyapti, lekin odatda esa, misol uchun tajribada qanaqa bir-birini yoqtirib, misol uchun gaplashib yurib uylanganlar aniqmi ajrashib ketishi? Xo'p, aniq demaylik, lekin statistikaga agar murojaat qilinadigan bo'lsa, sevishib turmush qurganlar sevishmasdan turmush qurganlarga qaraganda ko'proq ajrashadi. Endi bu nimalarga bog'liq? U aynan o'sha intim holatlarga kirishganmi, kirishmaganmi biz bu narsani bila olmaymiz hech qachon. Chunki bu baribir xos narsalar, hech kim bu narsani bayron qilib olib chiqmaydi. Lekin statistikada ajrashganlar ham ajrashganlar ichida sevishib dod solib, masalan, shu qizdan boshqasini olmayman, shundan boshqasiga tegmayman, o'laman faryod degan insonlar ham ajrashganligini masalan statistika aytadi. Va bu haligi sevishmasdan ota-onasining tavsiyasi bilan turmush qurganlarga qaraganda ajrashish bunisida ko'proq bo'ladi. Endi hamma o'ziga xulosa olaversin. Biz aniq deb ayta olmaymiz-ku. Endi afsuslanadi. Vaqt soati keladi, balkim hozir emasdir. Endi hayot bu dunyo bilan cheklanib qolmagan-ku. Afsuslanadigan payt keladi, hisob-kitob qilinadigan payt keladi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Yoki qaytar dunyo. Ha. Shunaqa. Ya'ni baribir qaytar dunyo, baribir qaytadi. Sen ovora bo'lma, dod desam, faryod desam, qaytga borsang ham baribir qaytadi. O'sha birovni omonatiga xiyonat qilib qo'yganingni ustida bo'lsin bo'lmasin farqi yo'q. O'zingni qizingdan bo'lmasa, baribir boshqa narsadan ham qaytadi. O'shanda javobini agar bu dunyoda qaytmasa aytganingizdek, shu oxirida o'sha gap keyin rostdan qattiq ta'sir qilganda. Ustoz, umumiy suhbat mazmuni menimcha yaxshi bo'ldi. Keyin oxirida baribir obunachilar kutadigan bir savol bor. Ya'ni endi umumiy mavzudan kelib chiqib, qaysi kitoblarda, mayli biz ko'proq yoshlar kuzatgani uchun oila qurishdan oldin qizlar va bolalar o'qish kerak bo'lgan nechta kitob ayta olasiz va ular qaysilar? Bu mavzuda kitoblar juda ham ko'p. Bizning uyimizda 20 tadan ziyod, adashmasam, balki 30 ga ham yaqinlashib qolgandir. Aynan oila mavzusi hammasi. Va hali men sotib olishga ulgurmagan kitoblar ham bor. Men iloji boricha hammasini o'qishlikka tavsiya qilaveraman. Endi agar xossatan aytiladigan bo'lsa, top 3 aytaylik. Birinchisi Baxtiyor oila. Faqat bitta kamchiligimiz borda bizni. Deyarli hammaning uyida Baxtiyor oila kitobi bor, faqat javonda balkim chang bosib turgandir, balkim changga artib qo'yilgandir. Lekin o'qilmasdan turibdi-da. Chunki men aytaman, agar kitoblar o'qilganida edi, bizda bu darajada masalan ajrashishlar va oilaviy muammo, ziddiyatlar bo'lmasdi. Endi ikkinchisi, baribir ham biz aytganimizdek yoshlardan ko'proq umid qilganligimiz uchun turmush qurishdan avval baribir ham tavsiya qilaman. Aytganimdek, eng oxirgi o'qigan eng saviyali kitoblarimdan bittasi shu bo'ldi. Xo'p, undan keyin yengil va amal qilish oson bo'lgan o'sha G'iyosiddin Yusuf. O'zi yaqinda kitob o'qishni boshladim, lekin baribir ham tavsiya qilaman. Yaxshi kitob ekan. Asal oyi emas, asal hayot. Ya'ni biz insonlar turmush qurgan paytimizda, o'sha bitta yaqinda post ham qo'ydim. Turmush qurgan paytimizda avvalida munosabatlar zo'r bo'ladi. Ya'ni o'shani go'yoki asal oyi deb oladigan bo'lsak, lekin vaqt o'tgandan keyin munosabatlarda sovuqchilik, xafagarchilik, tushunmovchiliklar paydo bo'laveradi. Nima uchun biz mana shu asal oyini asal hayot qila olmaymiz degan mazmunda. Va agar u yerda beriladigan tavsiyalarga biz amal qiladigan bo'lsak, erkaklarga alohida, ayollarga alohida tavsiyalar bor, zo'r tavsiyalar. Menimcha yashash ancha oson bo'lardi va tushunmovchiliklar kamroq bo'lardi. Va albatta yoshi katta oila qurib bo'lgan insonlar uchun tavsiya qilaman. Islomda oila, muammo va yechimlar.
aytganimizdek inson hayotda uchrashi mumkin bo'lgan muammolar yozib berilgan, bittalab va har bittasiga alohida yechim taklif qilingan. Sanda bu narsa bo'lyaptimi? Mana bu narsani qilgin, muammodan qutulasan. Bunga duch keldingmi? Bu narsani qil, bo'ldi, muammo yo'q degan ma'noda. 4 ta kitob, undan boshqa kitoblar ham ko'p. Hozir Shuni o'qib turishsan ham. ha, hozir shu narsani o'qisa, mana shu 4 ta kitob masalan ko'p muammolarni yechib beradi-da. Ustoz, bugungi suhbat uchun alohida rahmat. Bu yangi paketimiz va umumiy hozir kitob do'kondagilardan sizga alohida sovg'a. Shuni ustozga berib ko'raylik deb aytishdi. Ochib ko'raylikmi? Bemalol. Qiziqdi baribir. Moida bu ancha ilgari ko'rganman. Zo'r kitob. Hop, ko'rsatib qo'yamiz. Va Imom Azam izidan tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Yomon kitob hadya qilmadinglar. Rahmat kattakon. Rahmat ustoz, sizga ham salomat bo'ling.